Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan judayam mazali chiqadigan nejniy shirinligini tayyorlanishini o'rganamiz. Judayam oson va tez tayyor bo'ladigan texnikada tayyorlanishini o'rgataman. Ushbu retsept asosida bemalol nejniy shirinligini sotuvga ham tayyorlasanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib elangan unimizga sheriletamiz solib, krushka qilib olamiz yaxshilab. Tuxum sarig'iga qabartma yoki razliqli solib, venchik yordamida aralashtirib olamiz bir xil massa qilib. So'ng krushkali massamizga tuxumli massani solib, xamir qo'rib olamiz. Xamirimiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bize tayyorlab olamiz. Bize uchun tuxum oqiga shakar solamiz, kukuruzni kraxmal solamiz va mikserga baland oborotiga ko'pirtirishga qo'yamiz. Agar qizlar ruchnoy mikser bo'lsa, bizelarni 3 ga bo'lib qilsanglar ham bo'ladi. Xamirimizni muzlatib o'tirishimiz ham shart emas, srazi terkadan chiqaraveramiz. Teng 3 ga bo'lib olamiz. Nejniylarimiz qavati, chunki 3 qavat bo'ladi. Xamirimizni terkadan chiqarib olgandan so'ng bizelarimizni ham ustidan chiqarib olamiz. Bizeni ahamiyat bergan bo'lsanglar, xamirdan 1 sm ichkariroqga chiqarasizlar, chunki pishganda bizemiz ishadi. Endi krem tayyorlaymiz. Xona haroratida turgan saryog'imizni yaxshilab ko'pirtirib olib, varyoniy zgushonka solamiz va yana oq zgushonka ham solib krem qilib olamiz. Tayyor bo'lgan go'shtlarimizni ham ketma-ketlikda kremlab olib, ustini xohishga qarab bezatsanglar ham bo'ladi. Men kokosoy strushka va fistashka sepib bezatib oldim. Yanada ko'proq sotuv retseptlarni o'rganishni xohlasanglar, sizlarni o'zimni Didukeks Telegram kanalimga taklif qilaman. Albatta ularni olinglar qizlar. Hozir kungacha kanalimda 500 dan ortiq eng sara retseptlar o'tilgan. Albatta ularni olinglar, foydali bo'ladi degan umiddaman.